O'zbekistonga Xirosima va Nagasakini yakson qilgan atom bombasidan 2 barobar kuchli atom bombasi tashlanganligini bilarmidingiz? 1963-yil Buxoro. Yer ostidan otilgan bosim burg'ulash uskunasini parchalab, ko'kka olov ustini ko'taradi. 70-120 metr baland, 40 qavatli binodek. Olov shu qadar kuchli ediki, hech kim 200 metr ham yaqinlasha olmaydi. Har kecha minglab qush va hasharot yorug'likka uchib jonini beradi. 3 yil bu jahannam olovi to'xtovsiz yonadi. Suv ham, ko'pik ham, artilleriya bilan o'rnilgan qopqoq ham foyda bermaydi. Nihoyat 1966-yilda tahlikali qaror qabul qilinadi. Yer ostiga yadro zaryadi ko'mish. 1500 metr chuqurlikka Xirosima bombasidan 2 barobar kuchli 30 kilotonnalik termo yadro zaryadi joylashtiriladi. 30-sentyabr tongi yer tagida gumburlagan portlash tuproqni siljitib, quduqni bosib qo'yadi. Bor yo'g'i 22-23 soniyada 3 yillik olov jimib qoladi. Bu yadro qurolining tarixda yagona marta tinch maqsadda halokatli yong'inni o'chirish uchun ishlatilgan holati bo'lib qoldi.